Hammaga salom, sizlar bilan yana o'sha Bolix Boldrop. Jigarlarim, короче, bugun biz 300 vulkonga open case qilib ko'ramiz. Qancha minus, qancha plus qilar ekanmiz, video davomida ko'ramiz. Jigarlarim, bu meni YouTube kanalim. Har 2-3 kunda yangi videolar qo'yib turaman. O'tib olishlarni tavsiya beraman. Kam bo'lmaysizlar. Jigarlarim, bu meni Telegram kanalim. Bu yerda nima qilamiz? Nima bor deganlar, har kuni har xil promogodlar tashlab boraman. Men 49 talik tashlaganman. Itak bir balo tepada 99 talik yo'q. Короче, jigarlar biz vaqt cho'zib o'tirmasdan open case boshlamay turamiz. Tak bola mana bu yerda Roger 20% bonus, 20% omad olasizlar. Tak jigarlar, mana masalan mana bu yerda depozit qo'sizlar, Rogerni kiritsanglar, sal arzonroqga tushasizlar. Короче, jigarlar, videoni cho'zmaymiz, case'lar qidirishni boshlaymiz. Qanaqa case tavsiya berasizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlarning fikringlar men uchun juda muhim bo'ldi. Tak bolalar, qanaqa case'dan o'tamiz? Normalniy case ham qolmabdi o'zi bolalar. Tak. Qanaqa case'lar bor? Bolalar kommentariyaga yozib ketasizlar. Davay bolalar, 75 talik skallani bitta otib ko'ramiz. Sal taktika qilib, sredniy risk normalniy bersa kerak bolalar. Qani bismillah. Normalniy plus beradi deb o'ylayman. Necha bu? 64 mayli, 10 minus, necha mayli bolalar. Tak, sraz chiqib ketish kerak, minus beryapmiz. Pastdagi case'larni ham ko'rish kerak. Bola prosta reaksiya kelishmay qoldi. Qanaqa promokod ochishni ham o'zim maslahat qilolmaganman. Shuning uchun sal tuzoqlanib, yo'q qilib endi to'g'ri tushunasizlar, qanaqa case'lar borligini o'zim ham bilmayapman. Men boshqalarga o'xshab bundan oldin case'larni topib olib, keyin otib o'tirmayman. Shunga topganim oturaman-da. Necha plus berar ekan endi bor endi. 54 ga otdi, 16 tushdi. Minus mayli. 64 talik ekan. Plusda menga ketib qoldi jigarlar. Normalniy case topish kerak prosta bolalar. Qanchalik zo'r case bo'lsa, o'shuncha normalniy bo'ladi. Bola kommentariyaga qanaqa zo'r case'lar borligini yozib ketasizlar. Sizlarning fikringlar men uchun вообще muhim. Bolalar, videoni sal oxirigacha ko'rsanglar, ozgincha minutdan keyin promokod bekitib qo'yganman, o'sha chiqib keladi. Tak bolalar, biz sapyorni sal ko'tarib ko'ramiz, 8 tiqib. Bittada. Sapyor voy Zaynab. Internet sal slabi bolalar, to'g'ri tushunasizlar. Sapyor minus berarkan bolalar, tavsiya bermayman. Bolalar, video boshlamasdan oldin ham sal case otib ko'rdim. To'g'ri tushunasizlar. Tak. Mashina case'ga qoliylik, normalniy case'lar bo'lsa 37 inson balans. Biz balansga 50 ming to'ldirgan ekanmiz bolalar. Tak. Normalniy case yo'q bolalar. Normalniy case bo'lgan payt sizlar kommentariyaga mashinot desanglar, keyingi videoda aniq siniq qo'q chiqadi. Короче, bolalar, normalniy case topolmayman, to'g'ri tushunasizlar bolalar. Prosta hamma sliv berishni bilib turib, spesialni otmayapman. Aniqroq minus. Jigarlarim, boyagi Telegram kanalimga o'tib olinglar. Har kuni promokodlar tashlab boraman, yana bir marta eslatma bolalar. Tak. Bolalar, prosta normalniy case topolmayotganim uchun o'tolmayapman. Normalniy plus beradigan case kommentariyaga yozib ketinglar, o'shani otib ko'raman, balansim yetsa. Tak jigarlarim, juda videoni tugatib yuboradigan o'xshaymiz. Chunki normalniy case yo'q.
Hozir bularni ochsam sira sliv beradi. Nima deysizlar? 12 mingga bitta otib ko'ramiz bolalar. Plus bersa berdi, minus bersa berdi. Короче, omadga bog'liq ekan bolalar. Bismillah. Tak. Sab o'tganda o'tmaganda normalni aytdi. Minus berdim 2000. Mayli. Tak. Bolalar. Короче, bolalar video tugadi. Jigarlar, agar promokod olgan bo'lsanglar, mana shu YouTube kanalim biosida Telegram kanalim turibdi. O'shni eng oxirgi postiga skrin tashlab qo'ysanglar juda xursand bo'lardim. Hammaga rahmat.